Xayolida bo'layotgan narsa go'yo o'ngida bo'lib qolishidan qo'rqadi. Nevrozdan, ayniqsa OKR turidan, yopishqoq shu o'lim xayolidan aziyat chekib kelgan insonlarni birontasi hali o'lib qolmagan o'lim qo'rquvidan. Agar o'lib qolish kerak bo'lganda men 10 yil oldin o'tib qolgan bo'lardim. O'lim qo'rquvi insonda ikki xil ko'rinishda bo'lishini bilarmidinglar? Assalomu alaykum, Antinevroz kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. O'lim qo'rquvi qanaqa boshlanadi? Inson farqi yo'q, televizor ko'rib o'tiradi, boshqa uxlayotgan bo'ladi, boshqa holatlar bilan ovora bo'lib yurgan bo'ladi. Qaysidir hayotiy vaziyatida bosim bo'lganligi munosabati bilan u insonda o'sha stress chiqib ketishi kerak bo'ladi. Stress hammaga ma'lum ikki xil ko'rinishda chiqib ketadi. Birinchisi qanaqadir organik kasallik orqali, ikkinchisi stress bilan bog'liq kechadigan, ya'ni fobik bo'lishi mumkin, panika va hokazo. Endi bu yoqda bitta narsa bor. Ko'plarga ma'lum, mana o'lim qo'rquvi bilan aziyat chekib, o'sha holatga duch kelib qolgandek o'zini namoyon etib qo'yaveradi. Har lahzada o'lib qolishni o'ylaganda u yangilanib kelaveradi insonga. Misol uchun, hayotiy vaziyatingizda biron bir ustingizga musibat kelsa yoki bir qanaqadir avtohalokat bo'lsangiz, borasiz urilasiz, все, bo'ldi, уже bildingiz, shu yerda muammo bo'lganini va o'sha muammoni hal qilib ketishni bilasiz. Ko'zingiz yetadi bu narsaga. Lekin o'lim qo'rquvi shunaqa narsaki, har kelganida sizni har kelganishi bilan qiyinchilik bilan olib kelib yangilaveradi. Yarangizni yangilab tashlaydi. Xo'p, endi mana bunaqa narsa bor. O'lim qo'rquvida ikki xil degan narsa bor, ikki xil ko'rinishi bor. Birinchisida inson faqat o'lib qolmasligini niyat qilib yashasa, ikkinchi ko'rinishida endi o'ziga zarar yetkazib qo'yish. Ya'ni o'lib qolsamchi yoki o'zimni o'ldirib qo'ysamchi, o'zimga zarar yetkazib qo'ysamchi deyish boshlanadi. Bu narsalarni umumiy aytganda OKR, ya'ni yopishqoq xayol, ma'lum bir stress natijasida kelib chiqqan qo'rquv, ya'ni bir simptom turiga ajratsak bo'ladi. Bunda nima qilinadi? Asosiy maqsad bu qo'rquv, bu fikrlar yoki siz o'ylayotgandagi hayotingizda to'g'ri kelib chiqib qolishligi, bu основной tasodifiy qanaqadir ощущениялар bilan iborat bo'ladigan holat hisoblanadi. Ko'p mana nevrozchilarda yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketay, ancha qiziq. Xayolida bo'layotgan narsa go'yo o'ngida bo'lib qolishidan qo'rqadi va o'shanga yaqinroq narsa bo'lib qolsa, bu inson уже o'lim qo'rquvi ko'tarilib ketib qolish natijasi bo'ladi-da. Men sizlarga ishontirib aytaman, o'lib qolish bu уже bu temada, nevrozda, mana misol uchun necha asr bo'ldi dunyo yaralganiga. Shuncha asrdan boshlab hozirgi kungacha nevrozdan, ayniqsa OKR turidan, yopishqoq shu o'lim xayolidan aziyat chekib kelgan insonlarni birontasi hali o'lib qolmagan o'lim qo'rquvidan. Agar o'lib qolish kerak bo'lganda men 10 yil oldin o'tib qolgan bo'lardim. O'shaning uchun ko'nglinglarni to'q qilinglar. O'lim qo'rquvida yurgan davr bo'ladi-da. Mana misol uchun studentlik davrida oltin davri bo'lsa, nevrozni ham qisman oltin davri bo'ladi-da. G'ayratabiiy bir g'alatiroq eshitilishi mumkin. Har qatdan. Nimaga? Chunki eng qiyini bu o'lim qo'rquvi hisoblanadi-da. O'lim qo'rquvidan inson o'tib olgandan keyin vaziyati sekin yaxshilashib boradi. O'lim qo'rquvi nima? Yana to'xtalib o'taman, diqqat bilan eshitinglar. O'lim qo'rquvida inson o'zini o'lib qolishidan qo'rqib yashaydi, ma'lum bir vaqtgacha. Keyingi formati, ya'ni ikkinchi chasti, ikkinchi qismida o'ldirib qo'yishdan qo'rqadi o'zini. Bu bir-biriga taqqoslasangiz, ikki xil ko'rinishda bo'lsa ham bir xil og'riq bo'ladi. Lekin bu yerda ko'plar shu joyiga qarab nima qiladi? Harakat qiladi. Shuni xayoliga keltirmaslikni, shu bilan ovora bo'lib qolmasligini, ishini tayini yo'q bo'lib qoladi, turmush tarzi, qo'pol bo'lsa ham endi tibbiyotda bor, jinsiy taraflama ham har xil nima deydi? Qiziqishlar so'nib qoladi, hayotdan uzilib qoladi. O'shandan kelib chiqib aytaman, bu narsalar o'tkinchi, siz umuman o'ylamaslikka harakat qilishingiz ham shart emas. O'ylasangiz ham, o'ylamasangiz ham o'sha oltin davr o'tgani kabi nevrozni ham o'zini o'sha qora davri o'tadi.
qora davrini siz qora deb qabul qilmay turing. Bu ozgina sabr qilib tursangiz, bu fikrlar bilan bog'liq holatlar sekin o'tishni boshlaydi. Bu qanaqa tuzaladi endi aytadigan bo'lsak, yaxshi nimasini aytib ketay. Inson tuzalayotgan vaqtida xuddi mana qo'limda nima bor, masalan, biron bir mana misol mishka deylik. Misol uchun mana ko'rinayotgan bo'lsa, shu mishkani hozir yeb qo'yaman desam, misol uchun, ishonmaysizlar-ku, to'g'rimi? O'lim xayoli ham xuddi shunaqa holatga kelishni boshlaydi. Mana misol o'sha davrda o'lim qo'rquvi avjiga chiqqan paytida inson o'lib qolaman deb aniq ishonadi. Qabristonga boradi, to'g'rimi? Skoriyaga boradi va hokazo. Endi bu narsadan sal ajralish boshlangandan keyin mana xuddi shu mishkani qanaqa tushuntirdim hozir? Ko'rinayotgan bo'lsa, shu mishkani yeb qo'yaman deb ishontirsam, sizlarni ishonmaysizlar. O'limni qo'rquvsiga ham xuddi shunaqa ishonmaydigan holatga kelasizlar. Keyingi mavzuyimizni endi hozir men yuzaki yorishtirib ketdim. Keyingi mavzuimiz albatta kardionevroz bo'ladi. O'shani hamma kartasini ochib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.